Tojikistonning Xavoling tuman sudi Safar Nosirovni 13 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Hukm oyning boshida chiqarilgan bo'lib, qonuniy kuchga endi kirdi. Xavoling tumanidagi Sadbargoh qishlog'ida yashovchi Safar Nosirov mahkamada 28 yoshli kelinini bo'g'ib o'ldirganini tan oldi. Voqea 18-may kuni oddiy janjal tufayli sodir etilgan. Qayd etilishicha, marhuma Shahnoza Abdurazzoqova qaynotasi tomonidan yasalgan gung piramidasini tasodifan buzib qo'ygan. Safar Nosirov sudga kelinining piramidani tiklashni istamaganligini, bu esa uni qattiq g'azablantirganini aytgan. Mahkumning so'zlariga ko'ra, Shahnoza oldinroq ham oila boshlig'ining talablarini bajarishdan bosh tortgan va u bilan doimiy bahslashgan. Shahnoza Abdurazzoqova o'ldirilgan paytda ikkinchi farzandiga homilador bo'lgan, deya xabar berdi shifokorlar. Fojiadan so'ng uning yagona qizi Shahnozaning Voziy tumanidagi Osmonbeka qishlog'ida yashovchi qarindoshlariga topshirilgan. Marhuma Shahnoza Abdurazzoqovaning eri esa bu paytda ancha uzoqda bo'lganligi bois fojianing oldini ola olmagan. Uning ta'kidlashicha, otasi va xotinining o'rtasida avvallari ham janjallar bo'lib turgan. Ma'lum bo'lishicha, Safar Nosirov fermerlik bilan shug'ullangan. 90-yillarda firibgarlikda ayblanib, 3 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.